Sufyon Savriyning huzuriga dedilar, qarang, ikkita tabib kelgan ekan. G'ayri millat bo'lgan, nomusulmon kishilardan bo'lgan ikkita tabib. Tabiblarni xizmatga chaqiramiz, foydalanamiz, boshqa. Ular ko'rishib, kasalliklarni kashf qilib, dorilar, darmonlarni tavsiya qilishib, chiqib ketishdi dedilar. Shunda Sufyon Savriy rahimahulloh, bular mujtahidlar hammalar. Tobiinlar bular. Buyuklarimiz, islomiy buyuklar. Gaplarni e'tibor berib tinglang. Ular chiqib ketishayotganda aytgan ekanlar: agar g'iybat sanalmaganida bu ikki tabibdan biri ikkinchisidan ko'ra mohirroq ekan deb aytgan bo'lardim degan ekanlar. Biling? Ikkala tabib keldi, biri ikkinchisidan ko'ra mohirroq ekan, chunki kasallikni tezda topdi, yaxshi tashxis qo'ydi, yaxshi kashf qildi deb aytgan bo'lardim g'iybat sanalmaganda. G'iybatmi muhtaram mu'minlar? Ikkita masalan ahli ilm, birlari ilmliroq ekan, ikkita qiroat sohibi, birlarining qiroati chiroyliroq ekan, ikkita masalan odam biri-biridan ko'ra mohirroq ekan deymiz u. Biz buni g'iybat sanamaymiz. Hech kim g'iybat sanamaydi. Ko'rsinlar? Qarang, oddiy gap, lekin ular shundan ham qo'rqqan. Nima ekan? Agar g'iybat bo'lmaganda, shu tabibni biri ikkinchisidan ko'ra yaxshiroq ekan deb aytgan bo'lardim.